Eron inqilobi kutilgan va haqiqat. 1979-yilgi inqilob dastlab islomlashuv sifatida boshlanmagan. Inqilobdan oldin Eronni shoh boshqargan. Modernizatsiya va rivojlanish bor edi, lekin diktatura ham bor edi. Maxfiy politsiya, bosim va juda katta tengsizlik. Jamiyat qaynab yotar edi, ammo o'zgarishlar uchun tinch yo'l yo'q edi. Shohga qarshi hamma bir paytda chiqdi. Talabalar, liberallar, so'l kuchlari, millatchilar, dindorlar. Ularni birlashtirgan narsa bitta edi: adolat va erkinlik istagi. Islomiy davlat qurish emas. Unda nega islomchilar g'alaba qozondi? Chunki aynan ular masjidlar tarmog'iga ega edi. Xalqlar tushunadigan sodda tilda gapirardi. Boshqalarga qaraganda tezroq harakat qildi. Xominiy zulmga qarshi kurash haqida gapirardi, lekin to'liq nazorat haqida ochiq aytmas edi. Shoh qulagach, hokimiyat bo'shlig'i yuzaga keldi. Dunyoviy muxolifat ikkilanib qoldi. Islomchilar esa qat'iy harakat qildi. Ko'chalar, sudlar, kuch tizimlari hammasi ularning nazoratiga o'tdi. Shu tariqa xalq noroziligi diniy diktatura bilan yakunlandi. Bugun ko'plab eronliklar shunday deydi: bu ota-onalarimiz kurashgan inqilob emas, chunki tarix bizga bitta narsani o'rgatdi: majburlash rozilikni yaratmaydi, nazorat ishonch tuyg'usini his qildirmaydi. Sizning mamlakat boshqa yo'lda ketishi uchun nima qarshilik qildi? Izohlarda yozing, obuna bo'ling, layk bosing va ulashing.